Oskar Uayld qalamiga mansub Dorian Grey portreti asarini taqdim etadi. Asarning boshlang'ich qismida Dorian Grey aslida yosh bo'lishiga qaramasdan, tuyg'ulari sof yigit sifatida tasvirlanadi. Ammo u rassom Bizlining do'sti Genri Utton bilan tanishgandan so'ng, fikrlari, dunyoqarashi butunlay o'zgara boshlaydi. Butun xulq-atvoridagi o'zgarishlar vaqt o'tib suratida aks etib boradi. Buni qarangki, haqiqatdan Dorian navqironligini o'zida saqlanib qolib, bor qusur va kamchiliklari portretda aql bovar qilmas darajada namoyon bo'ladi. Dorian portretni yashirishga urinadi. Aynan mana shu surat Dorianni qotillik qilishga ham sababchi bo'ladi. Hatto barcha bo'layotgan voqealarning sababkori deya rassom Bizlining ham hayotiga zomin bo'ladi. Bu voqealarga Dorianning yoshligi sababmi? U oqni qoradan vaqtida ajrata olmadi. Bizel bergan yaxshi tavsiyalarga amal qilmasdan Genrining razil g'oyalariga berilib ketdi. Asar mazmunidan anglashiladiki, hayot doim ham bir tekisda ketmaydi. Ba'zida bilib-bilmay qilingan xatolarni takrorlash kattadan katta gunoh ishlarni, yovuzliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Buni biz bosh qahramon Dorian obrazi misolida ko'ramiz. Ushbu asarni o'qishingizni tavsiya qilamiz.